Shuningdek, turmush o'rtog'imga mana shunaqa atirlar zakaz qildim. Bular hammasi original, ichi qizli, hidi va pishi zo'r. 2-3 kun turadi stoykasida. Mana shunaqa korobkalarda, chiroyli paketlarda podarочный qilib yuboradilar. Ularga mana bunaqa imaginationdan aytdim. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam, kulmaysizlar qizlar, lekin hidi bilasizlar zo'r, qimmat atir, lekin mana shunaqa расшивка bo'lgani uchun arzonroq yuradi, byudjetniy narx, lekin hidi 2-3 kun turadi. O'zimga Good Girl kelganniki aytdim. Shunaqa yaxshi ko'raman, qizlar $400 где-то turadi. Mana bunaqa распив bo'lgani uchun byudjetniy narx bo'ladi. Hamma ola oladi-da. Va hidi shunaqa zo'r qizlar, bemalol 2-3 kun turadi. Mana shunaqa chiroyli korobkalarda, podarkalarga, sarpalarga har xil hidlardan olib qo'ysanglar va pishi zo'r. Men bu qizni anchadan beri taniyman. Yomon narsa tavsiya qilmaydilar. O'shanga qizlar men уже bulardan birinchi marta olganim yo'q. Уже sinalgan atir bo'lgani uchun sizlarga ham tavsiya qilaman. Bemalol sizlar ham olsanglar bo'ladi. Sarpalarga, o'zingizga ishlatishga, podarkalarga olsanglar, hidi lekin uyaltirib qo'ymaydi qizlar. Bemalol 2-3 kun turib beradi.